بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين shifo niyatida Yasin surasini qaytarma ko'rinishda o'qishlikni niyat qildik. Eshituvchi bandalaringga qalbiy, ruhiy ozuqa bo'lishligini, hasad, nazar, jin va shaytonlar, sehr va jodu ilmi amallarni sababidan ozorlanib, hastalangan bo'lsa, muammolarga duchor bo'lgan bo'lsa, qalbiy, ruhiy, aqliy, nafsiy, jismoniy xastaliklariga shifo va malham bo'lishligini nasib etgin. O'zingni va'dang haq. Va nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un va rahmatun lil mu'minin. Biz bu Qur'onni mu'minlarga shifo va rahmat bo'lishligi uchun nozil qildik deding Alloh. Shifo niyatida, rahmat umidida muborak oyatlaringni tilovat qilamiz. Eshituvchi bandalaringga foydali qilgin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.